Dasturimiz davom etadi. Xalqimizda do'stlik va totuvlik rishtalari mushtarak maqsadning bepoyon ko'rinishidir. Shu sababdan yurtning qaysi hududi bo'lmasin, turli millat egalari bir tan bir jon bo'lib, O'zbekistonning taraqqiyoti va tinchligi uchun hissa qo'shib kelmoqda. Tinch va osuda yurtga esa bayram va tantanalar yarashadi. Ana shu kabi g'oyani ilgari surgan Vatan yagonadir, vatan bittadir tadbiri Navoiy viloyatining Navbahor tumanida istiqomat qiluvchi turli millat vakillarini bir davraga jamladi. Dastlab shu haqda. Sumalak sayli, varrak uchirish, arqon tortishuv, milliy kurash, dorboz san'ati, kitobxonlik hamda g'azalxonlik va bir qator urf-odatlardan so'zlovchi tadbirlar namoyishiga aylangan bu maskanda shu kuni o'zbek, tojik, tatar, qirg'iz, qozoq va qoraqalpoq millatiga mansub zamindoshlar yig'ildi. Jarayonlarni shu qardoshlar tomonidan yaratilgan fotoko'rgazmalar va badiiy chiqishlar hamda do'stona ruhda yoshlar tomonidan tashkil etilgan do'stlik bog'iga ilk nihollarni ekish boyitdi. Milliy bog'ni tashkil qilyapmiz. Ya'ni do'stlik bog'i doirasida 500 dan ortiq ko'chatlarni birgalashib o'tkazamiz. Shu paytgacha ahil-inoq yashaganmiz va bundan keyin ham bu ahil-inoqligimiz, do'stligimiz abadiy bo'ladi. Davlatimiz rahbarining oqilona siyosati sabab ko'p millatli xalqning birdamligi doimiy ta'minlanmoqda. Yoshi ulug'larga hurmat, yoshlarga izzat ruhi ham millat va din tanlamas bu diyorda umuminsoniy fazilatga aylangan. Navoiy shahar 18-maktabda o'qiyman. Bizlar sinfdoshlarim O'zbekiston sinfdoshlarim o'zbek sinfdoshlarim oldida har doim do'stligimiz chiroyli bo'lgan. Men Ichki ishlar akademiyasiga kirishni niyat qilgandim boshni. U yoqdan bitirib chiqqandan keyin shu vatanimizga xizmat qilishga niyat qilganman. Biz o'sha yerda boshqa ultlarмен birgalikda tattu shaxsi umr surib keludemiz. Men hozir meditsina fakultetida o'qib jatirman. Mamlakat ishida shumis olib boruvda barlig'i shaxsi, barlig'i prezidentimizga o'sha kunda jaratib bergan uchun bizlarga quvonchdaman. Rahmat aytaman, alqishlarim cheksiz. Ushbu tadbir yana bir bora yakdillik va birdamlikka asos bo'lishi bilan birga taraqqiyot darvozasini bag'rikenglik hamda davomiylik ila mustahkamlashdir. Zero ko'nglida shukronasi bor bu yurtning yosh-u qarisi uchun bugun vatan yagonadir, vatan bittadir. Shiringul Asoy va Sevjar Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.